Assalomu alaykum. Hammaga mana kvartirani remont qildiryapmiz. Avtomobillarni buzdirdik. Shu egasi, bundan oldingi egasi. Oldin turgan egasi mana bunaqa narsalar qolgan ekan. Shu pol tagidan chiqdi. Shunda esida mana shunaqa sigaretlar. Astra. 3 ta pachka chiqdi. Karvon. Lekin yili yozilmagan ekan. Bunga menimcha ancha yil bo'lib qolgan. Hozir ochamiz ichini. Hali yangi. Yaxshi quruq. Biz yoshligimizda bo'lardi. Shunaqa chekuvchi odamlar chekardi. Bez filtr. Ko'rib yoshligim esimga tushdi.